Diqqat, diqqat, oila keldi, syomkani boshlaymiz. Maşallah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, biz Qoraqalpog'istondamiz. Yodingizdami? Umida qizalog'imiz, Qoraqalpog'istonlik, yotib qolgan. Butun O'zbekistonni qalbi larzaga kelgan edi, yig'lagan edik, duo qilgan edik, ehson qilgandingiz. Subhanalloh, Allohning qudratini qarang, qizalog'imiz yurib ketdi. Alhamdulillah. Va bugun ular inshaalloh uzoq yillar davomida orzu qilib kutgan kunlarga, ya'ni uyli bo'lish kunlariga yetib keldilar. Bugun mana bu gullar ularga atalgan. Bugun biz ularga juda ham bir chiroyli ssenariy tayyorlaganmiz. Odatimizga ko'ra insonlarga manfaatli bo'lsin, insonlarga ibratli bo'lsin, ehson qilmayotganlar ehson qilsin, qalbini dunyo egallab olganlar haqiqatni ko'ra bilsinlar, bir-birlari tomon qadam bossinlar deya mana bu go'zal ssenariyni biz uyushtirganmiz azizlar. Allohdan sizga kelayotgan eslatmalarga labbay deng azizlar. Bugun ularga inshaalloh Nukusdan o'zlarini 3 xonali yangi kvartiralarni, uylarini hadya qilamiz. Hozircha hassada yuribdi qizimiz. Lekin xudo xolisa inshaalloh tez kunlarda hassani ham tashiydi. Yuribdi qizalog'imiz, qaranglar, subhanalloh. Bu mo'jiza-da bu. Mana izlar. Qarang. Bekorga ham qarang, e'tibor bering, nima uchun jamoat namoziga 27 karra ko'proq savob beriladi. Chunki jam bo'ladi. Alloh roziligini istab, bandalar jam bo'lishi bitta nuqtada. Mana shunday biz ham bir butunga aylanishimiz kerak. Shunday muammolar yo'qqa chiqadi, Alloh rahmati yog'adi bizga. Qolaversa, kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nafaqat bu Umida qizimizning dardlari, balki sizning ham dardlaringiz yo'qqa chiqadi. Kasallaringiz tuzaladi sadaqa va ihsonlar bilan, yaxshiliklar bilan. Mana hozir sizga ko'p ibratlar tayyorlaganmiz azizlar, e'tibor bering. Esingizda bo'lsa, bularning nomlariga biz plastik karta ochgan edik. Ehsonlar qildingiz. Bu kartada hozir deyarli pul qolmagandi. Biz u yerga 5,5 million so'm pul tashlab qo'ydik va yigitlarimiz o'sha Qoraqalpog'istondagi vakillarimiz bularni olib kelganda, kartangizda 5,5 million so'm pul bor, bemalol ishlatishingiz mumkin. Bir ehsonsevar inson sizlarga ehson qilgan deya mana klinikaga kirgizib yuborishdi. Bularni biz uyushtirganmiz. Ana endi hozirgi vaziyatda ularni qiladigan jasoratlariga bir e'tibor qarating va o'zingizga savol bering. Menchi nima qilardim? Bularni mana shu hozir kartadagi pullardan boshqa pullari yo'q. Ular arenda, ijara uyda turishadi. Hattoki dori darmoniga ham pullari yo'q bularning. Yordam beryapmiz qo'ldan kelgan. Shu dori darmonlargacha yuboryapmiz. Nav kechagi mana shu xat berganlarim edi. Var. Endi bizlarga bir yordam bersang aylanay. Apa, men sizga yordam bera olmayman. Men sizga o'tganda aytdim-ku. Tushunmaysizmi? Sizning qizingiz meni ko'ksa artroz bo'lgan. Sizga endoprotez operatsiyasini o'tkazish kerak. Endoprotez operatsiyasini o'tkazish uchun 5 million so'm pul kerak. Ha, men 5 million qayerdan olaman aynan. Ya uyim yo'q. Kiyim de yo'q. Endi yordam bering bana. Apa, men bu частный klinika. Bu частный klinika. Apa, siz жағдайыңыз boshqa yoqqa borib ayting. Men sizga oldi birinchi yordam berdim. Men sizga qayta yordam bera olmayman. Iloji bor шығар aynan bir ko'rib qo'ying-da endi. Men sizga qayta yordam bera olmayman. Men sizga tushuntirib aytdim. 5 million so'm pul topib kelib, pulingiz bo'lsa ishlating, pulingiz bo'lmasa ishlatmang. Yaxshi. Rahmat. Shaxs odamlar bor шығар, ko'ring. Xuddi o'zlariga o'xshagan holatni biz jonlantirdik. Xuddi o'zlariga o'xshagan holat. Bu ayol ham yolg'iz ayol, qizi xasta, davolashga puli yo'q. Xafa bo'lma balam. Mana hozir ko'rasiz nima bo'ladi endi. Yaxshi bo'lar. Men narsang yaxshi bo'lar qol. Allohga tavakkul qilib yolvorib so'rab turamiz, biz o'ylagan narsa o'xshasin deb. Chunki bularni bejiz tanlamaganmiz, Alloh qalbimizga solgan, bularni uylarga bizni yetaklab borgan. Ko'ksa artroz keldi. Qaysi pul? Samsung yo'q. Yemle turdu. Yiyosam. Yiyom bak şu.
Sizin turunuz tanış bo'lib turg'u. Aa. Siz bir videoda ko'rdingiz. Ha? YouTube'dami ya? Ana Sardar Rahimxonning videosida ko'rdingizmi? Nasıl? Siz so'g'izmi siz? Allah. Xudoyo. Tavrsang be. Hiç kaygıma hemmesi davlat. Benim Biz o'z odatda bulardan juda ham katta jasoratni, juda ham katta qahramonlikni so'raymiz. Biz o'zimiz qilmaydigan qahramonliklarni so'raymiz. Hayotda o'zimiz qilmaydigan jasoratni so'raymiz. Tasavvur qiling, siz uyingizda hech narsangiz yo'qda, kimdir g'oyibdan sizga 5,5 million so'm pul tashib ketdi va ketdan kimdir sizdan aynan shu pulga yarasha nimadir yordam so'rab kelyapti. Hayotda olib chiqib bermaymizda hech qaysimiz. Lekin biz ko'rsatayotgan ibratlardagi, holatlardagi o'sha ayollarimiz, beva miskinlarimiz shunday olib chiqib berishadi. hayratlar. Qo'shonlar olib turamiz. Hocam al. Qizim neshinchi klass? 8. 8 klass bo'lsa, qarang. Hozir men nalardan bir so'rashib ko'ring. O'tgan diagnozlardan bir chiqarib berib, besplatno, ne? Hozir ham bir so'rashib ko'ring. Jurimiz ko'raman ham shu yerda. Azallar. Yap bersam haqida. Yangi yuqorida o'tiradigan dastlablarimiz bor-ku, aynanay. So'lar mendan bir so'rashib ko'rsang, aynanay. Apa, Ilaji bor шығар, aytib. sizga klinika tarafidan bir emas, 2 marta yordam berildi. Qaytdan sizni deb men baqirsa estalmayman. Men yordam bergim kelib turibdi sizga, biroq qo'ldan kelmaydi apa. Endi bir marta bo'lsa da ko'ring, endi yana bir marta mening atimdan o'tmish etim, iltimos. Ақшаңыз болмаса, апа басқа жерге барып, басқа клиникаларға барып, хабарласып көрсеңіз болады. Мен сізге көмек бере алмаймын. Қалай жәрдем беремін мен сізге? Ассаламу алейкум. Tamam. Nilüfer kandan gibi. Umuman men yordam bera olmayman deydi, dastlablardan kirdi dedim. Hozir bizga bu yerda ko'rinmayapti, yigitlarimiz ko'rib turibdi, kassaga borib manimcha to'layapti yonidan, kartadan deyishyapti. Subhanalloh. Anil oldu ya. Malika. Ham söylemey qoldim mana. Hamma zat ishga tushib ketdi balanni. Mana shunaqa mardlik bizga kerak. Chunki Alloh berdi, Alloh oldi. Siz kim uchundir Alloh roziligi uchun bersiz, yana bermaydi, yana ziyoda qilib beradi. Va hozir mana shu hozir o'zi 5 million pul o'tkazib berganiga bu Allohning ishlari aylar. Biz uyushtirganimiz bilan Alloh shuni xohladi ketdi-da mana. Uy unga hadya bo'layotgan, ya'niki o'sha Allohning oyatdagi va'dasiga muvofiq ihsonning mukofoti faqat ihson ekanligini hozir ko'rasiz. Qattiq qiynalib ketdim. Tamam. Benim ne kızım? Ben mi sizden? Xudo xolisi, mening qizim ham sen qizimday bo'lib yurib ketdi, Xudoyim. Sizga Allohning nuri olsin. Xudoyim. Biriniz ming bo'lg'ay, Xudoyim. Yordam bering, menga telefonim bering. O'tinish. Hazır verim sizlerden. Verim. Ondan gelgençe verim. Atın aytdı can. Atın aytdı. Gitti. Niye kasınız? Atingni ayt bolam. Atın aytdı can bana. Atingni ayt. Söyledim. Niye kızım aytdı? Kara, kara. Qizim siqilib qoldi. Ay kızım, sen kara bana bir kara can. Ben sana yerden veririm. Bana bir kara. Beni Kuday verdi sana. Bir kara. Bana kara. Yaxshi, Ayşe bana kara. Qani, bir qarashlar bolam. Subhanalloh, qarang. Begona bolani hayotda birinchi marta ko'ryapman. Men begona ko'rishmagan bilarman. Qarang, yufatib korga yaraydigan yonidagi oxirgi mablag'ini unga berib, yuzlaridan silab, qarang. Ko'p narsa kerak bo'ldi shunga. Ozgina xohish. Bu eslatmalarni Alloh qalbingizga muhrlasin azizlar. To imkon bor ekan, yaxshilik qilib qoling. Ehson qiling. Ehson qiling. Har kun oxirgi imkon bo'lishi mumkin. Har kuni ehson qilishni odat qiling. Sizni Alloh bergan shirat. Allohning nuri olsin. Daim qizim 2 oyoqqa yugurib, Xudo xolisi mo'shli qiz bo'lg'aysan, daim baxtli qiz bo'lg'aysan. Bir kolundan sıkılay.
Qo'lga qo'y. Qizimning o'zi Paris. Qo'lga qo'y. Ah, subhanalloh. Qarang, qo'llarni ushlashini qarang. Mana shu jarayonni ko'rsatinglar. Qo'llarni qo'lga berib, qo'lingizni bering yaxshilar. Qo'lingizni bering yaxshilar. Ana endi chiqsak bo'ladi, subhanalloh. Yekimiz dardimiz bir. Ne? Ayyaman dardimiz bir. Men ham kuyovim. Hepimiz turamiz, hukumatga endi turaman. Xohlisi Allohning o'zi yar bo'lsin. O'ylamayman faqat. Ha. Xohlisi uyida bo'larsiz. Doim inshaalloh Allohning o'zi yar bo'lsin sizga. Assalomu alaykum. Uylar muborak bo'lsin. Shunaqangi holatlar bizni ko'zlarimizni ochadi, qalb ko'zlarimizni ochadi. Ko'rmayotgan narsalarimizni ko'ra boshlaymiz. Qalblarimizdagi dog'larimiz ketadi, gunohlarimiz kechiriladi. Bu shubhasiz aytlar. Bugun rahmat va mag'firat onlari. Hech kim sizni bitta qo'lingni ber, bitta ko'zingni ber, bitta oyog'ingni ber deyotgani yo'q. Faqatgina shu ortib yotgan, oshib yotgan shu ortiqchasini bering o'zigalarga deyapmiz. Xolos, faqat shu. Vaholanki uni ham kim bergan edi? O'zingiz bunyod qilganmi desiz? Yo'q. Sizga Alloh Robbingiz bergan edi. Bu o'tib ketadigan dunyoda bizdan mana shu qoladi va biz bilan mana shu ketadi oxiratga. Mana shu onda hozir nima sodir bo'ldi bildingizmi? Allohning rahmati yog'di, gunohlardan forig' bo'ldik. Hammalarimiz gunohlarimiz to'kildi aytlar. Shu hozir bu yoqqa kelishingizdan oldin pulingiz yo'q edi, to'g'rimi? Kirishingizdan oldin bizning yigitlarimiz kartangizga 5,5 million so'm pul hozir ehson qilishdi sizga, kartangizda pul bor deyishdi, to'g'rimi? Keyin biz bu yerda uyushtirdik, siz oldingizga bir xuddi o'zingizga o'xshagan opamiz qizlar bilan keldilar. Ha? Aytdilar, pul to'la olmayapman, 5 million so'm pul kerak ekan dedi. Siz o'z pulingiz yo'q edi, o'zingizga ham kerak, qizingizni dori-darmoniga pul kerak, yeb ichishingizga pul kerak. Nimaga berdingiz? Bermasangiz bo'lardi-ku. Odatda hammamiz shunaqa qilamiz-ku. Ne berdingiz? Shu qiz uchun meni qizimda kasalligi bor ekan. Men o'sha qiynalgan ekan vaqtida. Alloh rozi bo'lsin. Ko'ryapsiz, mana shunday mardlik bizga yetishmaydi azizlar. Qo'rqmang, kambag'al bo'lib qolmaysiz, och qolib ketmaysiz. Rizqni kafilligini Alloh taolo olgan o'z bo'yniga. Rizqingizdan xavotir olmang, bering. Kimdir murojaat qilyaptimi? Mahallangizni ko'ryapsiz, qarindosh urug'lar orasida, qishlog'ingizda, yon atrofda bilyapsiz, muhtojlar bor, qiynalganlar bor, qarzdorlar bor, talib ilmlarga kontraktiv pul topa olmayapti misol uchun. Bilyapsiz shuni. Bering shularga. Bering, Alloh taolo yana ziyoda qiladi. Mana shuni hozir mukofotini ko'ryapsiz. Bular 5,5 million so'm pul, 5 million so'm o'tkazib berdilar. Joyida nima bunyod bo'ldi? Bularni orziqib kutgan uylar paydo bo'ldi. Biz uyushtirganimiz bilan bu aslida Allohning ssenariysizlar. Ehsonning mukofoti faqatgina ehsondir. Bularni hayotlarini biz ibrat qilib ko'rsatgan edik. Mana shu holatda ham otasi yo'q holatda, uyi yo'q holatda, kambag'al holatda xotirjam Allohga hamd aytib, shukrona bilan hayot kechirayotgandi bular. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bizni ko'rib befarq bo'lmayotganlardan, birlashganlardan va har kuni bu eslatmalarimizni o'ziga dasturul amal qilganlardan birlashsak biz katta kuchimiz azizlar. Vaqf xayriya jamoat fondi bugun Qoraqalpog'istonda, Nukusda hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Mana shunday bir tanu, bir jon bo'lib inshaalloh bir-birlarimiz his qilib, ikki dunyoda jannatimizga, saodatimizga yetamiz. Bu ishlarimizga hamjihat bo'lgan mana bu aziz talabalarimizdan
ustozlarimizdan, shifokorlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Keling bering. Mana bularning ham hadyalari bor ekan. Alloh rozi bo'lsin, maşallah. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Endi bularni uylarga olib borsak bo'ladi. Muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Uylar muborak bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Qadaminglar qutlug' bo'lsin. Ana qizim, o'zinglarning uyingizga xush kelibsizlar. Ha, maşallah. Qanday xursandchilik bilan. Sardor akaning duomi tayyorlanib keldi siz uchun. Qani duo qiling ana qiz. Allohim qilayotgan har bir savobli ishlaringizni qabul qilsin. Har bir qilayotgan xayrli ishlaringizni dunyoda ham, oxiratda ham ajr mukofotlar bilan taqdirlasin. Amin. Amin. Voy maşallah. Asal qizim. Bu qizimni gapirishini qancha kutdik-a. Ko'rdinglarmi sizlar? Ozgina mehr berilsa, bir-birlarimiz qadam tashlasak, bir-birlarimiz tomon qadam tashlasak, mana shunday gapiradi qizlarimiz. Ularning ichida o'zlarining his-tuyg'ulari bor, bir olam gaplari bor odamlarga gapirmoqchi bo'lgan. Ana qizim, o'sha yotgan paytingizdagi kayfiyatingiz bilan hozirgi kayfiyatingiz orasida juda katta farq bor-a. O kunlar boshqacha kunlarda, lekin ishonchim komil, u kunlarda ko'p siz o'zingizga xulosalar chiqardingiz-a. Ya'ni qanchalik mehr kerakligini, qanchalik yaxshilik kerakligini, qanchalik odamlar befarq bo'lib qolganini ko'rdingiz, o'z ko'zingiz bilan bildingiz ona qizim. Endi inshaalloh mana shu yaxshi ishlarning davomchisi bo'lasiz ona qizim. Odamlarga nima gapingiz bor? Nima degan bo'lardingiz insonlarga? Yaxshilarga-yu yomonlarga? Yaxshilarga o'sha yaxshi yo'ldan ketaversin. Yomonlarga esa ular ham yaxshi yo'lga qaytishni. Alloh insof bersin ularga. Mashallah. Ha, subhanalloh. Bu yerda Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan $2000 pul buni kam ko'z sizga ishlatasiz, olib qo'ying. Bu Nukusda Qoq markazida uy. Xudo xolasa maktabga ham joylashtiramiz. Bo'lin, bu yerda ketdi emas, biz har doim xabardor bo'lib turamiz. Yoninglardamiz. Mashallah. Bugun kutmagandingiz-a? Yo'q, sizda ketib qoldi dedi. Mayli dedim, buyurgan kuni bo'ladi dedim. Ketib qoldi, endi ishonmagan. Men atayin aytdim. Chunki Instagramni kuzatib turganinglarni bilaman-da. Ha. Men bilardim ko'rganinglar, shuning uchun bir hiyla ishlatdik. Sardor aka ketdilar deb xabar yetkazinglar dedim. Xabar yetkazishdi. Shundan keyin bugungi holatni uyushtirdik. Boyagi opa kelgandan ham bilmam, rosa endi men qizim kasal ekan. Men ham shuncha qiynaldim Sardor aka. Uni ayta olmayman ham. Sizlar ketgandan keyin ham gap-so'zlar bo'ldim. Siz tushunasiz. Oldingi ichimda ayta olmadim. Bu operatsiyasini pul topgan paytimda da gap-so'zlar bo'ldim. Hamma narsani yengib keldim, Allohga shukr. Hech kimning eshigina borganim yo'q. Pul bering deb nima qilganim ham yo'q. Manaki Alloh ko'rib turibdi. Shu kunlarga yetirdi meni. Alloh rozi bo'lsin sizlar. Shu. O'zi aslida ham shunday bo'lishimiz kerak-da. Chunki u sinovni berayotgan Robbim yechimini ham beradi. Aslida o'sha kimnidir dard bilan siylagani, xastalik bilan siylagani u odamlarni sinayotgani bo'ladi. Shu sinadi. 4-sinfda boshladi dedim-ku, hozir 8-sinf. Shu qizimni hech qanday tashlab ketmadim. Ko'tardim, chiqardim, qo'shnilar o'tiradi qarab. Yordamga kelmadi hech qaysi. Shu bolacha kiyinib yurar edim, ko'taraman, quyoshga chiqaraman. Sizlar kelgan paytlar. Shu kundan hech kimga ravo ko'rmadim. Odamlar o'ylashadiki, yaxshilik qilish uchun faqat boy bo'lish kerak deb o'ylashadi. Yo'q, azizlar, mana shunaqangi shunchaki yonida turib, bir-birining baxtiga sherik bo'lib, qarsak chalish ham, shirin so'zni aytish ham
xabar olib turish ham, shirin so'z bilan dalda bo'lishlik ham yaxshilik. Uni ayamang, chunki hammamizga mehr kerak. Qalbimiz mehr istaydi. Bir tasavvur qiling, yolg'iz o'zingiz qolib ketsangiz, shu mol davlatlaringiz bilan ta'tirmi shu mol davlat? Kimdir bo'lmasa yoningizda. Uni bo'lishadigan yaqiningiz, bola chaqangiz, ota-onangiz bo'lmasa, yolg'izlik Allohga xos. Ishoning azizlar, Alloh taolaning sizni berayotgan sadaqat, ehsonlaringizga hojat yo'q, Alloh behojatdir. Aslida sizni bunga ehtiyojingiz bor. Sizni bunga muhtojligingiz bor. Mana bugun uyushtirgan o'sha voqeamizda butun insoniyatga, butun xalqimizga, millatimizga ko'p eslatmalar bor. Biz buni o'z-o'zidan tashkil qilganimiz yo'q. Alloh ilhomlantiradi. Mana shunaqangi qilgin deya qalbimizga, fikrimizga, hayolimizga mana shu g'oyani solib qo'yadi. Biz shuni qilamiz. Demak nima? Alloh aslida sizga shular orqali, mana shu uyushtirilayotgan ssenariy orqali nimadir anglatmoqchi, shuni anglab yeting. Bu siz uchun qilinyapti. Men nima demoqchiman? Har joyga mana shunaqangi har xil holatda, har xil ko'rinishda, har xil ssenariyda kirishimizning sababi nima? Mana o'ylab ko'ringlar azizlar, bizga ham kerakmi shu narsa? Har kuni o'tiramiz, nima qilsa ekan, bu gal qanaqa nima noodatiy, ta'sirli odamlarga yetib borish uchun yana nima o'ylab topsak bo'lar ekan, nima qilinmagan, nimalar aytib tashlanmagan deya izlanamizda, bunaqa izlanamiz, bundan nimadir ichida o'tiramiz. Zarlimi biz ham o'ylab qo'ying, nima uchun kerak shu narsa? Mana bugungi uyushtirgan ssenariyimiz shunday kalti berib qo'yib uyga olib kirsak bo'lardi-ku. Nima uchun qilinyapti bu ishlar? Siz uchun qilinyapti. Siz ko'zingiz ochilsin, safimizga qo'shiling. Befarq bo'lganlar bu hisdan batamom qutulsinlar. Yaxshilar safiga, saxiylar safiga tursinlar. Gunohlari to'kilsin, xalqimizning boshiga yaxshi kunlar kelsin, barokat yog'ilsin, muammolar yechilsin deya niyat qilyapmiz. Shunga harakat qilyapmiz. Sizni ham burchingiz, vazifangiz bor-da, shuni unutyapsiz. Vazifangizni unutmang, hech bo'lmasa shu videolarni oxirigacha ko'rib bera oling. Yaqinda bir video chiqardim. Unaqa besabr bo'lmanglar. Ota-onam o'tdilar, ketdilar. Ularning davrida bunaqangi ishlar bo'lmagan. Bunaqangi bemalol ochiqchasiga haqiqatni aytish imkoniyati bo'lmagan. Biz o'sha SSR davrida katta bo'lganmiz. Hozir aytishga imkoniyat borligi bu ulkan Allohning ne'matida, bundan so'ralamiz. Gapirib qoldik, siz ham amal qilib qoling, hali ertaga nima bo'lishini bilmaymiz biz. Bu imkoniyatni eshiklarini ochib bergan yurtboshimizdan biz minnatdormiz. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Juda katta ishlarni boshlaganlar. Mana kecha ham o'sha kambag'allar haqida, qiynalganlar haqida, ularni g'amxo'rlikka olish, miskin kambag'al oilalarning farzandlarini o'qitish haqida juda ham go'zal ishlar boshlandi, qarorlar qabul qilindi. Xursand bo'ladi inson, chunki mo'min kishi bo'lgandan keyin mo'min uchun bu baxt, mo'min kishini xursand qiladigan ishlar bo'lyapti azizlar. Bu ishlarning atrofida siz ham birlashing. Shu eli yurtni non tuzni yeb katta bo'ldingiz, shu yerdan rizq topdingiz. Bu yurtni oldida, bu millatni oldida qarzdorliklaringiz bor. Hozir mana millat birlashadigan, qad ko'taradigan momentda shu lahzada hissangizni qo'shib qoling. Hissangizni qo'shib qoling. Qolib ketadi, hammamizdan qolib ketadi. Hech kimga vafo qilmaydi bu dunyo. Berib qoling. Chunki bu ishlar yurish kerak. Biz maktablar qurishimiz kerak, kasalxonalar qurishimiz kerak, quduqlarni ko'p har kuni ochilishi kerak, bunaqangi uylarni ko'pini topshirishimiz kerak. Ana shuning uchun bu imkoniyatlarimiz keng bo'lishligi uchun siz safimizda bo'ling, tomoshabin emas. Va Xayriya jamoat fondi bugun Nukusda mana alhamdulillah va'dasini ustidan chiqdi. Xudo xolisa yana bunaqangi minglab, millionlab va'dalarning ustidan chiqishlikka Alloh imkon bersin. Qani bir duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Parvardigorim, Allohim, Robbim, suyukligim, mehribonim, o'zing bizlardan rozi bo'l. Bugun qilayotgan bu amallarimizni dargohingda qabul et. Benuqson, beriyo qabul et. Ajrlarni, savoblarni ko'paytirib ber. Oxiratimizga zaxira qil, Robbim. Yuzlarimizni har doim yorug' qil. Qiyomat kuni ham Allohning arshingni soyasida turadigan sevimli, suyukli bandalaringdan qil bizlarni. Bu ihsonlarni, yaxshiliklarni ota-onalarimiz nomlaridan o'zing qabul ayla. Bu ishlarni bardavom ayla. Saflarimizni yaxshi insonlar bilan to'ldir, Robbim. Da'vatlarimiz insonlarning qalblariga yetkaz. Hidoyatga sabab qil, qalblarda o'zing muhrla, Robbim. Ya Rob, bu ishga hissa qo'shgan, ihson qilgan, yordam qilgan, xizmat qilgan hamma bandalaringning qalblarida niyat, maqsadlar bor. Afzallarga o'zing yetkaz, ulardan rozi bo'l. Ya Robbi, bu imkoniyat eshiklarimizni ochib bergan yurtboshimizdan o'zing rozi bo'l. Mana shu yetimlarni, miskinlarni ko'z yoshi haqqi hurmati bizlarni gunohlardan pokla, Robbim. Yo'ldamiz, safardamiz, safarlarimiz bexatar ayla. Umr safarlarimizni saodatli qil, Alloh. Biz ketgandan keyin ham Alloh bu ishlarni to'xtatib qo'yma.
to qiyomatga qadar davom etadigan solih amal, sadaqa joriy bo'lib qolishini o'zing nasib et Robbim. Farzandlarimizdan ham Allohim yaxshi ishlarimizni, yaxshi ibodatlarimizni, yaxshi amallarimizni davomchilarini chiqar. Kasallarimiz, dardlarga o'zing g'oyibingdan shifo ato et. Qarzdorlarimizga najot ber. Mushkul borlarni, o'zing mushkullarini oson qil. Farzand talab ukalarimizga solih o'g'il qiz farzandlaringdan o'zing ko'paytirib ber Robbim. Xalqimizni birlashtir. Qulfidan och, bir-biriga mehr oqibatli, dini diyonatli xalqlardan qil Robbim. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Uylar muborak bo'lsin. Tabrikli mana qizim. Baxtli bo'linglar. Buyursin. Ya Allah